Men tushunmayapman. Men Malibu barda samarangiz nima qilyapti? Men bu ko'rgan odam nima qilding deydi-yu. Başta bularda oldingi barlarda tushunmadim, bunda ko'rinmayaptimi? Zazorlar ham pritik bo'lib, vash zo'r ketdi. Afsus va nadomat bo'lsinki, biza Malibu 2 bar qo'yganlarimizga yoniga samarez urmaymiz. Siz ham boshqa joylarda ko'rgan bo'lsangiz kerak, o'sha ikkita joyga tirs samarez urib qo'yilinadi. Bar o'zini bundoq siqib olishiga. Men yopishib turishi uchun bizadagi shundoq ham mana o'zi tayyor aka qoliplari kelgan. Bu Xitoydan kelayotgan Malibu 2 bar qoliplari mana birga bir kelgan. Hech qatida ortiqcha zazori ham yo'q. Mana telarida ham umuman zazori ham yo'q. Hozir videoni montaj davomida qo'yib yuboramiz. Mana barlari mana ochiladi. Ko'pchilik shu savol beradi, "Aka, men ishlaydimi?" deb. Mana buni ham bemalol perigritillarni ham ishlataverasiz. 3 ta knopkasiga podogref, ikkitasiga podogrefini, bittasiga vinterni qo'yib berganmiz. Hammasi ishlaydi. PRNDlari yuguradigan bo'lgan. Elektronniy ruchniklari bitta bosamiz. Ovozini qarang. Eshitayotganingiz ham yo'q, aka. Ovozini ham eng past chiqadigan ovozini qo'yib beramiz. Besprovодной zaryadkasida bemalol telefoningizni telefon qildirasiz. Menikida endi chexoli bor. Atak chexoli yo'q, ingichka telefonlar, iPhone'larni bemalol oldirasiz. Barra o'zi mana ochilishi yopilishi. Eng qiziq joyini aytaymi? Sideni hech qat'i ortiqcha tekshirilmaydi. Hammasi joyida o'zini samarezlariga qotiriladi. Malibu 2 rulni originaldan ustunovka qilib berganmiz. Shunaqa chiroyli sifat, komfortda, biraz narxlari ham hamyonbop narxda qiziq bo'ladigan bo'lsa, Elite Auto Tuningga bemalol murojaat qilib, chiroyli qilib qo'ydirib ketishingiz bo'ladi. Salomat bo'ling.